Qishloqdagi qizlar bugun shu yerni tozalaydi, chayon, mayda ilon chiqib qolishini hisobga olib, perchatka kiyib oldim. O'zi perchatka bilan ish qilish juda ham noqulay menga, lekin xavfsizlik uchun majburman. Birinchi ortiqcha narsalarni olib, tozalab tashladim, keyin astoydil o't yulishga tushdim. Menga ko'pchilik aynan o't yulish videoim orqali qo'shilgan, ko'chada yursam ham hatto bu haqda aytishadi. Shunga o'sha rubrikani sog'inganlar uchun deb bir video qilib qoldim. 9 gacha uyda ish qilib, keyin Paxtabodga bozorlikka borib kelishim kerak, chunki bugun Qirg'izistonda mehmonlar kelib qolishi mumkin ekan. Shunaqa xabar keldi. O'zing uchun kunli reja tuzasan-u, atrofdagilar uni buzib qo'yish yomonda. Ha, mayli, yozilgani bo'ladi. Ishimni nihoyalashimga oz qolganida bitta chayon chiqib qoldi. Qo'rqib ketib, qo'limdagi o'roq bilan bir solganidim, dumi uzilib, tepa tarafi yugurib, kavakka kirib ketib qoldi. Alamini olgani qaytib chiqmasin deb ishni shu yerda to'xtatdim. Haytgancha bilganlar yozvoringlar. Chayonda dumi uzilsa-yu, bu yog'i tirik qolsa, qayta dumi o'sib chiqadi. To'g'risini aytsam, undan juda ham qo'rqaman. Qo'rqqaning boshingga deganidek deyarli har kun uydan chiqadi. Ba'zan ikkitalab ham chiqib qoladi, lekin Allohga shukrki chaqmaydi. Shu bilan ishimni tugatdim. Quyosh kelib qolib, mayda o'tlari qolib ketdi. Keyinroq yig'ishtiraman endi. Endi natijaga baho beringlar.